Intervyu qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hammamiz qo'shiqlarni yaxshi ko'radigan san'atkorlarimiz Benom guruhi mehmon bo'lyaptilar. Kayfiyatli yaxshimi, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Dilshod bilan qanaqa tanishgansizlar? Dilshod bizni fan klubimiz a'zosi bo'lgan. Kichkinaligidan taniymiz uni. Fan klub a'zosi bo'lgan. Fan klubda o'sha a'zo bo'lib, keyinchalik fan klubning rahbarlariga aylangan va undan so'ng Benom guruhini ma'muriyatiga ishga kirgan. Men uni o'zim bir nechta savol-javoblardan so'ng ishga olganman. Juda yaxshi bola, baxtli bo'lsin. Mana to'yda xizmat qilyapmiz. Albatta, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Xudo xolasa, shu kunlarda ham kelib xizmat qilish sizlarga nasib qilsin. O'zingizlar qanaqa tanishgansizlar? Benom guruhini bilamiz, lekin ikkita inson qanaqa tanishganiga hamma muxlislarimiz qiziqishadi. Maktabda o'qigan paytimizda Komil yangi o'quvchi bo'lib kelgan. Shu hammamizda bo'ladi-yu, endi bir ko'z ostiga olib qo'ygan qizlar bo'ladi. Shu men ko'z ostiga olib qo'ygan qizga bu gap o'tgan. Keyin men buni duelga chaqirganman. Dueldan so'ng Benom guruhi yaralgan. O'z nom ideyasi qayerdan chiqqan? Benom. Endi biz balandparvoz nomlarni qo'yib, keyin unga loyiq bo'lmaslikdan cho'chiganmiz. Shuning uchun oddiygina, kamtaringina Benom guruhi deb nomlaganmiz. Ya'ni har bir muxlis o'zi yuragida qanday bizni ko'rsa, mana shunday nomlasin degan ma'noda. Xorazmga kelib turasizlar? Ha, juda ko'p kelganmiz. Hazorasibgacha. Hazorasida men bolaligimda ko'p kelganman. Va mana hozir endi birinchi marta kelyapman. Birinchi marta Hazorasibda xizmatdalar. O'zi taassurotlar qanaqa? Hazorasib insonlari qanaqa ekan? Taassurotlar juda ham zo'r. Insonlari bizga yoqdi. Mehmondo'st, eng asosiysi mehmondo'st, hurmatli joyga qo'yib, chiroyli kutib olishda biz bundan xursandmiz. Salomat bo'linglar.